Assalomu alaykum hurmatli Armada kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa sport modelimizni ponni obzor qilib ko'rsatamiz. Ko'rishlar mumkin, o'ta tiniq sostoyanida bo'ladi. Chig'ildirali varianti bo'ladi. Naq 5 ta akkumulyator tushadi. Bitta zaryad bilan o'rtacha 50-60 km bemalol yuradi. Tezliklari 30-35 bo'ladi. Keyin buni faralari ham LED fara bilan qoplangan bo'ladi. Armada brendlari tushirilgan bo'ladi. Bundan tashqari qulaylik taraflari telefon postavka, agar muzika eshitadigan bo'lsangiz kolonkalari, maytafonlari bor. Bu yoqda kalti, hop, kalti 2 ta, mejiar pult 2 ta, NFC kartasi 2 ta. Nima desangiz bittadan zapaskalari ham bor bo'ladi. Ha? Bu yog'i gazi, oldiga, orqaga 3 ta skorisi, данный ближний, o'ngga chapga поворот, signal, Bluetooth kolonkaniki. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Keyin bu 3 kishilik bo'ladi mana. Bitta, ikkita, 3 ta. Keyin ayol kishiga noqulay bo'lib qoladi bu o'tirish. Buni qilib turib ham chiqarsa bo'ladi. Aka bir chiqib ko'rsatib bering. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Juda udobli qilingan. Kamarlari ham bor, yosh bolalar. Kamarlari ham bor. Xavfsizlik taraflari ham o'ylangan buni. Undan tashqari misol uchun bozorga borib, bozorlik qilib, boshqa qilaman desanglar, mana shunday kalt solasizlar. Buni ochib turmang. Nega bozorlikni qilib, naq kattagina bo'ladi u sondalari ham. O'ta ideal sostavda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi qancha chiqadi aka buni? 7 million 800 mingdan bemalol Armada Motorsdan kelib olib keta olasizlar. Samarqand shahrida. Undan tashqari boshqa viloyatlarda ham bor, Toshkentda, Andijonda, Samarqandda, boshqa viloyatlarda ham bor. Xuddi shu skuterlardan. Samarqand bo'ylab keyin dastavkalarimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Buni amazatlar qanaqa ishlaydi aka? Keyin ushlab turingchi videoda. Bundan amallarni mayli buni. Amazatlarni ham ko'rsizlar, o'ta zo'r tiniq holatdagi, kimga ma'qul kelsa, kelib ko'rib savdolash, xarid qilishlar uchun pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar.